Assalomu alaykum do'stlar. Mana endi sizlar bilan nevrologiya birinchi bo'limini, ya'ni qorinchalar, bosh miya suyuqligi va bosh miya pardalarini normal anatomiyasi, funksiyasini gaplashib bo'lganimizdan keyin patologiyalarga o'tamiz. Patologiyalarda birinchi bo'lib sizlar bilan gaplashadigan narsamiz bu bosh og'riqlari. Bosh og'riqlari haqida ushbu epizodimizda to'liq gaplashib o'tamiz. Ushbu ogohlantirishda videoni pauza qilib o'qib olishinglar mumkin. Biz esa rejaga o'tamiz. Rejamizda birinchi berilgan narsa bu bosh og'riqlarini klassifikatsiyasi. Undan keyin ikkilamchi bosh og'riqlari haqida ma'lumot va ikkilamchi bosh og'riqlarini o'zini turlari: mass occupying lesions, non-mass occupying lesions va pathologies outside of CNS, ya'ni markaziy nerv sistemasidan tashqarida joylashgan patologiyalar haqida gaplashamiz. Birinchisi bosh og'riqlarini klassifikatsiyasi. Bu klassifikatsiya ikki xil bo'ladi. Uni gaplashdan avval bosh og'rig'i nima, shu haqida bilib olishimiz kerak. Bosh og'rig'i nomidan bilinib turibdi, boshdagi og'riq. Bu qanday kelib chiqyapti? Miyada dura mater, ya'ni bosh miyani qattiq pardasi, uchoqli nerv va perikranial muskullarning yonida yoki atrofida joylashgan qon tomirlarida achishishi yoki stimullanishi. Buni inglizchada berilgan stimulation, agitation yoki irritation deb shular natijasida kelib chiqyapti. Perikranial muskullar qaysilar? Bular bo'yin va bosh atrofida joylashgan muskullar hisoblanadi. Shularning atrofida ham arteriyalar joylashgan, ya'ni qon tomirlari joylashgan. Shularda stimullanishi, achishishi yoki biror bir zarar yetishi natijasida kelib chiqyapti bosh og'riqlari. Va bosh og'riqlari ikki xil bo'ladi. Bular birlamchi va ikkilamchi. Nimaga aynan birlamchi va ikkilamchi deyilgan? Birlamchisi hech qanday sabablarsiz yuzaga keladi. Ikkilamchisi bo'ladigan bo'lsa, turli xil patologiyalar va kasalliklar tufayli kelib chiquvchi bosh og'riqlari hisoblanadi. Bu turli xil patologiya va kasalliklar infeksiya bo'lishi mumkin, intoksikatsiyalar bo'lishi mumkin, travmalar bo'lishi mumkin, metabolik buzilishlar yoki somatik kasalliklar bo'lishi mumkin. Birlamchi bosh og'riqlarimizga 3 xil turdagi bosh og'rig'i kiradi. Bular migren, klaster, ya'ni tutamli bosh og'rig'i va zo'riqish bosh og'rig'i. Buni keyingi videolarimizda to'liq gaplashib o'tamiz. Har birini alohida. Birinchi bo'lib sizlar bilan hozir gaplashadigan narsamiz ikkilamchi bosh og'riqlari. Ikkilamchi bosh og'riqlari hayotga xavf soluvchi demak tomonlari ham bor va bu quyidagi simptomlar bilan birga keladi. Bular sistemik simptomlar yoki ikkilamchi xavf omillari. Sistemik simptomlarga nimalar kiradi? Isitma, vazn yo'qotish, mialgiya, ya'ni muskulda og'rishi va artralgiya, bo'g'imlarda og'rig'i. Bular hammasi sistemik simptomlar. Endi ikkilamchi xavf omillari bo'ladigan bo'lsa, bular OIV, buni HIV, ya'ni Human Immunodepression Virus deydi va immunosupressiya va xavfli saraton kasalliklari bo'ladi. Ikkinchisi nevrologik yetishmovchiliklar. Bu nevrologik yetishmovchiliklar qanday bo'lishi mumkin? Bilateral, unilateral gemiplegiya deyiladi. Bir tomonda sezgini yo'qolishi yoki oyoq qo'llarda sezgini yo'qolishi, kuchsizlik bo'lishi mumkin, afaziya, ko'rishni yo'qolishi, vision loss va turli xil tutqanoqlar. Shu nevrologik yetishmovchiliklarning ichiga kiradi. Va yana albatta yosh. Bu juda muhim ahamiyatga ega. 50 yoshga teng va undan yuqori bo'lgan odamlarda. Yana qanday bo'lishi mumkin? Boshlanishi to'satdan yoki o'tkir holatda bo'lishi mumkin bosh og'riqlarini. Bunda umumiy nom bilan thunderclap deb qo'yiladi. Bosh to'satdan og'riydi va o'tkir holatda yuz beradi. Keyingisi papilledema deyiladi. Papilledema bu optik diskning, ko'zdagi optik diskning shishi. Buni kelib chiqish sababi intrakranial bosim, ya'ni bosh miya ichki bosimini ortishi hisobiga bo'ladi. Va mana shu narsaga e'tibor beramiz. Odatiy bosh og'rig'idan namunaviy o'zgarishlar. Bunda qanday bo'ladi? Odatiy bosh og'rig'idan namunaviy o'zgarish degani
Misol, bosh og'rig'i lo'qillovchi yoki pulslanuvchi holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni puls berib, xuddi yurak urganga o'xshab bunday tomirda ushlaganimizda puls bilinadi-ku, xuddi shunday puls berib og'riydigan yoki bosh qimirlaganda lo'qillovchi og'riq bo'lishi mumkin va pozitsional holatda. Bu degani yotganda va erta tongda bosh og'rig'i yomonlashadi. Va shu o'tirgan holatimizda o'sha bosh og'riyotgan odam o'tirsa, bosh og'rishi qaytadi, ya'ni yaxshilanadi. Va nihoyat oxirgisi Valsalva manyovri bilan cho'ktirilgan yoki kechadigan va yo'tal hisobiga kelib chiqadigan. Buni mexanizmi Valsalva manyovrida nafasni qattiq ushlab turganimizda ko'krak qafasidagi bosim ortadi. Shu ko'krak qafasining bosimini ortishi bosh miya venalaridan qon oqimini kelishini kamaytirib yuboradi va venöz dimlanish ortadi. Venöz dimlanish keyin intrakranial bosimni ortishiga olib keladi. Bularning hammasi ikkilamchi bosh og'riqlarini xavotirli belgilari yoki red flag signs deb nomlanadi. Shunga qizil rangda belgilab qo'ydik. Xo'p, endi bu ikkilamchi bosh og'riqlarini har birini turiga alohida to'xtalib chiqamiz. Bu turdagi bosh og'riqlarni bir qancha sabablar orqali namoyon bo'ladi. Bular mass occupying lesion. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni biror bir massani yig'ilishi bilan kechadigan desak bo'laveradi. Keyingisi non-mass occupying lesions va pathology outside CNS, ya'ni markaziy nerv sistemasidan tashqaridagi patologiyalar. Mass occupying lesions bu turdagi shikastlanishlarga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin. 3 xil narsa. Bu qon ortishi, qon miqdorining ortishi, bosh miya suyuqligining ortishi va miya to'qimasini ortishi. U miya to'qimasi normal bo'ladimi yoki abnormal bo'ladimi, bu hech qanday ahamiyatga ega emas. Muhimi ortishi kerak. Kelinglar, birinchi bo'lib sizlar bilan shu qon miqdorini ortishi haqida gaplashamiz. Qon qayerdadir yig'ilib qoldi. Va bu, xo'p, bu yerga yozamiz. Xo'p, qon degani. Bu sabab bo'ladi 3 xil patologiyaga. Bular epidural gematoma, subdural gematoma va intraparenximal gematoma. Shu 3 xil sabab bo'ladi. Intraparenximal gematomamiz faqatgina shu qon miqdorini ortishidan kelib chiqmasdan, balki travma va yiqilish, intraparenximal gematoma qon bosimini ortishi bilan ham kelishi mumkin. Intrakranial gipertenziya hisobiga ham kelib chiqishi mumkin intraparenximal gematomamiz. Keyingisi, bunda diagnozi, ya'ni bu uchalasiga diagnoz qo'yishimiz uchun kompyuter tomografiyadan foydalanamiz. Undan keyin gaplashadiganimiz subarachnoid gemorragiya, subarachnoidal bo'shliqqa qon quyilishi. Buni belgilari qanday bo'ladi? Thunderclap bosh og'rig'i, buni yuqorida gaplashdik, ya'ni bosh og'rig'i to'satdan va o'tkir holatda boshlanadi. Ya'ni bemor aytayapti, bosh og'rig'i birdaniga boshlandi, straz boshlandi va ikkinchi aytadigan narsasi hayotimdagi eng yomon bosh og'rig'i. Hayotimda bunaqa qattiq og'rimagan boshim deydi. Va yana bunga plus meningial belgilar bo'ladi. Bular fotofobiya, fonofobiya, ya'ni fotofobiya yorug'likka sezgirlik, fonofobiya bu tovushga sezgirlik va bo'yin qattiqligi, ya'ni neck stiffness deyiladi inglizchasiga, neck stiffness plus nevrologik yetishmovchiliklar. Biz buni yuqorida gaplashdik. Sezgini yo'qolishi yoki afaziya bo'lishi mumkin, ko'rishni yo'qolishi shular. Endi bu subarachnoid gemorragiyani qanday diagnoz qilamiz? Bu kompyuter tomografiya, lumbar punksiya va ksantogrammiya orqali diagnoz qilishimiz mumkin. Va biz shu gaplashgan hamma narsamiz bosh og'rig'iga olib kelyapti. Headache, bosh og'rig'iga sabab bo'lyapti. Bu qon miqdorini ortishi yoki biror bir joyga yig'ilishi sababli kelib chiqayotgan edi. Keyingisi bosh miya to'qimasining miqdori ortishi. Bunga glioblastoma yoki meningioma yoki biror bir metastatik o'sma bo'lishi mumkin. Metastatik o'sma degani biror bir ko'krak saratonidan yoki boshqa organlarda saratonidan
metastaz qilib bosh miyaga kelgan o'sma. Bunda nimalar uchraydi? Sistemik simptomlar uchraydi. Bular past darajali isitma va vazn yo'qotish va nevrologik simptomlar, masalan, tutqanoqlar uchrashi mumkin. Va bosh og'rig'ini xarakteristikasi qanday bo'ladi desa, biz yuqorida gaplashgandek pozitsional bo'ladi. Ya'ni yotganda va erta tongda yomonlashib va o'tirgan holatda yaxshilanadi. Bu bildik bosh miyani o'smasi, ya'ni bosh miya to'qimasini miqdori ortgan degan. Bunga qanday diagnoz qo'yamiz? Diagnozi kompyuter tomografiya, birinchi bo'lib qilinadigan narsa kompyuter tomografiya, undan keyin MRT qilinadi, kontrastli MRT. Metastaz beruvchi birlamchi saratonni topish uchun qorin, ko'krak va chanoq sohalari kompyuter tomografiyasi o'tkaziladi. Ya'ni biz buni metastatik o'sma deb taxmin qiladigan bo'lsak, unda qorin, ko'krak va chanoq sohalarida kompyuter tomografiyasini o'tkazamiz. Va miya to'qimasini demak ortishi bilan kechadigan o'smalarimizdan eng ko'p tarqalgani bu gipofiz adenomasi yoki buni pituitary adenoma deyiladi. Pituitary adenoma. Bunda nimalar bilan kechadi? Albatta, biz qaysi mavzuni gaplashyapmiz? Bosh og'rig'i. Albatta, bosh og'rig'i bo'ladi va ikki tomonlama gemianopiya bo'ladi. Gemianopiya qanday kelib chiqyapti? Gipofiz adenomasi shu ko'z bo'ladigan bo'lsa, ko'zlarda biz ikkita qismga bo'lib olgan edik. Bu medial, ikkalasi medial sohasi. Shu medial sohalari bir-biri bilan kesishadi va shu kesishgan soha optik xiazma deyiladi. Aynan shu optik xiazmani gipofiz adenomasi ezib qo'yishi hisobiga bizda ikki tomonlama gemianopiya, ya'ni bitemporal gemianopiya, bilateral gemianopiya. Xullas ikki tomonlama gemianopiya kelib chiqadi. Buni aytibdi, mana optik xiazmani medial tolalari ezilishi hisobiga. Shu ikkita medial tolasi. Va giperprolaktinemiya. Bu gipofiz adenomasini ham juda ko'p tarqalgan turlardan bittasi giperprolaktinemiya. Bunda prolaktinoma gipofiz adenomasini eng ko'p tarqalgan turi va bunda kechadigan belgilar galaktoriya bo'ladi, ginekamastiya bo'ladi, erkaklarda erektil disfunksiya va libidoni kamayib ketishi. Va ayollarda menstrual disfunksiyalar, ya'ni misol uchun amenoreyalar bo'lishi mumkin. Bunga diagnoz qo'yishimiz kompyuter tomografiya va MRT va prolaktin miqdori o'lchanadi. Shu orqali demak gipofiz adenomasini tashxislashimiz mumkin. Keyingisi miyada qanday to'qimani ortishiga misol qilib bosh miya absesini olamiz. Bosh miya absesi boshning qaysidir qismida yiringni to'planib qolishi. Bunda belgilar albatta bosh og'rig'i, nevrologik yetishmovchiliklar, aynan abses qaysi sohada joylashganligiga qarab. Bu degani abses joylashgan joyda qaysi faoliyatga javob beruvchi demak struktura joylashgan bo'lsa, shuni funksiyasi buziladi va isitma bo'lishi yoki bo'lmasligi ham mumkin. Buni ham diagnozi kompyuter tomografiya yoki MRT kontrast bilan birgalikda. Bularda hammasi brain tissue, ya'ni miya to'qimasini ortishi bilan kechadigan demak patologiyalardir. Keyingisi bu bosh miya suyuqligini miqdori ortishi bilan kechadi va bu gidrosefaliya deb nomlanadi. Videolarimiz ichida gidrosefaliyaga ajratilgan alohida bitta demak videomiz bor. U haqida demak batafsil gaplashib o'tamiz, lekin hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ikki xil turi bor gidrosefaliyani. Bu communicating hydrocephalus yoki obstructive hydrocephalus. Communicating hydrocephalusda kelib chiqishiga sabablar meningit yoki SAH bo'lishi mumkin. Obstructive hydrophalusga qolinchalar aro gemorragiya, o'smalar bo'lishi mumkin. Buni diagnozi kompyuter tomografiyasi nimani ko'rsatadi? Bizda bosh miya suyuqligining miqdori ortyapti. Bosh miya suyuqligi bizda qorinchalarda bo'lardi. Qorinchalar. Demak, qorinchalarda kattalashganini ko'rishimiz mumkin. Va transepidemal
edema ham kuzatiladi. Aytganimizdek, gidrosefaliyaga bitta alohida video bor, juda katta. Shunda gidrosefaliyaga alohida to'xtalib o'tamiz. Keyingisi non-mass occupying lesion, ya'ni hech qanday massa yig'ilishi bilan kechmaydigan jarayon. Bu turdagi bosh og'riqlari quyidagilar sababli kelib chiqishi mumkin. Meningit yoki ensefalit, bosh miya venos sinus trombozi, uyqu arteriyasi yoki umurtqa arteriyasining disseksiyasi va idiopatik intrakranial gipertenziya. Buni yana bir nomi pseudotumor cerebri. Hozir bular haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Meningit yoki ensefalit. Meningit degani bosh miya pardalarini yallig'lanishi. Shu yallig'lanish kasalligi. Va bularning belgilari qanday bo'ladi? Bosh og'rig'i, albatta, plus isitma va meningial belgilar. Bularni yuqorida aytdik: fotofobiya, fonofobiya, bo'yin qattiqligi va nevrologik yetishmovchiliklar. Bularga diagnoz qo'yish albatta MRT, leptomeningeal kuchaytirish va lumbar punksiyadan foydalanishimiz mumkin. Bu yoqda o'zbekchalari berilgan, matn shaklida, bu yoqda inglizcha holatda berilgan. Shuni ham o'qib olishlari mumkin. Headache, mana bosh og'rig'i, isitma, meningeal belgilar, altered mental status, ya'ni shu mental, ya'ni buni qanday desak bo'ladi, fikrlash qobiliyatini yoki miya faoliyatini pasayishi va neurodefitsit, nevrologik yetishmovchiliklar. Bosh miya venos sinus trombozi. Buni belgilari albatta bosh og'rig'i, plus ayol kishi bo'ladi va intrakranial bosim ortish belgilari bilan birga keladi. Bularga demak belgilar nauseya bilan vomiting, ya'ni ko'ngil aynishi va qusish, papilladema, optik disk tishishi va ong darajasining pasayishi. Shu belgilar bilan birga keladi. Undan tashqari giperkoagulyasion buzilishlar ham bo'ladi. Bu giperkoagulyasion buzilishlarimiz genetik bo'lishi mumkin yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Va bularning kelib chiqish sabablari faktor 5, antifosfolipid sindromi, kontraseptivlar yoki homiladorlik bo'lishi mumkin. Va bosh miya venos sinus trombozi uchraydigan belgilardan yana bittasi tutqanoqlar. Po'stloqdagi intrakranial bosimni ortishi hisobiga. Buni diagnoz qilish uchun MRV dan foydalanamiz. Ya'ni MRV degani shu venografiya. Biz MRT deganda magnit rezonans tomografiya bo'lsa, MRV magnit rezonans venografiya. Venalarni o'lchaydi. Venos tizimda venous tromb yoki fling nuqsonini ko'rsatadi. Bu yerda yana shu demak rasmga qarab tarjimasini ko'rib olishingiz mumkin. Uchinchisi, bu uyqu arteriyasi yoki umurtqa arteriyasining disseksiyasi yoki yana bir nomi buni pseudo anevrizm deyiladi. Anevrizm, ya'ni soxta anevrizmalar. Mana shu joylarda paydo bo'ladi. Xuddi anevrizmaga o'xshaydi, lekin anevrizmadan o'zi bo'lmaydi. Bularning kelib chiqishi travmadan keyin bo'ladi. Bo'yin og'rig'i va pulsatsiyalanuvchi tinnitus bo'ladi. Tinnitus quloqni shang'illashi va bir tomonlama Gorner sindromi. Shu disseksiyamiz simpatik nervlarni ezib qo'yishi hisobiga kelib chiqyapti Gorner sindromimiz. Va mioz bo'ladi, angidroz va ptoz. Bu shu Gorner sindromini belgilari. Diagnozi bo'yin va boshni kompyuter tomografiya angiografiyasi. Bu kompyuter tomografiyani KT deb yozsak, KTA kompyuter tomografiya angiografiyasi va ultratovush tekshiruvi, arterial doppler qilamiz va angiografiyani o'zini ham amalga oshiramiz. Undan keyingisi idiopatik intrakranial gipertenziya. Kelib chiqishi noma'lum bo'lgan bosh miya ichki bosimini ortishi. Bunda bosh og'rig'i valsalva manevridan keyin yomonlashadi va intrakranial bosim ortish belgilari bilan namoyon bo'ladi. Ko'ngil aynishi, qusish. Bu qusishlar hammasi yoki ko'ngil aynishi hemotrigger zone. Biz yuqorida avval gaplashganmiz qusish va uning mexanizmlarida shu hemotrigger zonani kompressiyasi hisobiga kelib chiqyapti.
Papilledema bu optik nerv kompressiyasini hisobiga kelib chiqadi. Ong darajasini tushishi, retikulyar formatsiyani kompressiyasi. Miyada retikulyar formatsiya yadrolari bor, shularni kompressiyasi hisobiga kelib chiqadi. Va 6-bosh miya nervni falajlanishi hisobiga diplopiya, ikkita ko'rish kelib chiqadi. Bu nima orqali kelib chiqyapti? Oral kontraseptivlar yoki tetrasiklinlarni qabul qiluvchi semiz ayollarda bo'ladi. Bunga diagnoz qo'yish normal vizualizatsiya yoki normal imaging va lumbar funksiya. Lumbar funksiya qilayotganimizda kirish bosimi juda ham ortgan bo'ladi. Va pathology outside CNS, ya'ni markaziy nerv sistemasidan tashqarida joylashgan demak patologiyalar. Bu turdagi bosh og'riqlariga quyidagilar sabab bo'ladi. Bular sinusit, o'tkir burchakli glaukoma. Buni demak shunday tarjima qildim inglizchadan: acute angle closure glaukoma. Inglizchada shunday holatda bo'ladi, men shunday tarjima qildim. Xo'p, yirik hujayrali arterit bu vaskulitlarning bir turi, gigant hujayrali arterit ham deyiladi va trigeminal nevralgiya, uch shoxli nervni shamollashi. Birinchi bo'lib sinusit. Bunda peshonada bosh og'rig'i, bunga qo'shimcha ravishda isitma, burun oqishi yoki rinoreya bo'lishi mumkin va sinuslarni palpatsiya qilingandagi qattiqlashish kuzatiladi. Mana sinusitni belgilari: bosh og'rig'i, isitma, rinoreya, bu degani shu burun oqishi va tip of sinuses, ya'ni palpatsiya qilinganda sinuslarni qattiqlashi kuzatiladi. Buni diagnozi kompyuter tomografiya o'tkaziladi. Biz yuqorida gaplashgan acute angle closure glaukoma. Bunda bosh og'rig'i, orbital sohada og'riq plus okulyar giperemiya, ko'zni ichini qizarishi va o'rtacha kattalashgan mid-fixed people, mid-fixal dilated people. Kattalashgan, o'rtacha kattalashgan qorachiq. Buni diagnozi tonometriya yordamida qo'yiladi. Va vaskulitlarda bir turi bo'lgan temporal chakka sohada bosh og'rig'i bilan kechadigan yirik hujayrali yoki gigant hujayrali arterit. Aytganimizdek, bu chakka sohasida og'riq bo'ladi. Bosh og'rig'i teginilganda, ya'ni o'sha qismiga tegilganda yoki sochlarni tarash vaqtida og'riq kuzatiladi. Bunda yosh 50 yoshga teng yoki undan yuqori bo'ladi. Jag'dagi nuqsonlar, ya'ni jag'dagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Ko'rishdagi o'zgarishlar, aynan ko'rishning yo'qolishi, vision loss va ko'p hollarda polimiyalgiya revmatika bilan bog'liq holatda bo'ladi. Bunda proksimal muskullarda qattiqlik kuzatiladi. Diagnozi ECT va CRP ni miqdori ortishi, chakka arteriyasini biopsiyasini o'tkazamiz. Shu orqali aniqlaymiz. Uch shoxli nerv nevralgiyasi. Bu uch shoxli demak nervni shamollashi ham deyiladi va bir tomonlama bosh og'rig'i bo'ladi. Yuzni faqatgina bir tomonda bo'ladi. Buni xususiyati lansirlovchi sezgi, sanchish hissi va chaqmoq hissi. Shunga o'xshash hislar bilan kechadigan og'riq bo'ladi bunda, bosh og'rig'i. Bu xususiyatlari yana ham yomonroq belgilari bor. Bular chaynashda, biror bir narsani chaynayotganda yoki kulayotganda, yuzga biror bir narsa teginganda yoki hattoki yuzga shamol tekkanda ham og'riq bo'ladi va bu og'riqlar kuniga 10-100 martalab sodir bo'ladi. Buni tashxisi, ya'ni diagnozi klinik tashxis qo'yiladi. MRT bilan, MRA, ya'ni bu tomografiya bilan angiografiya, miyachaning yuqori arteriyasi orqali uch shoxli nervning kompressiyasi ko'rinadi, agar shu MRA qiladigan bo'lsak. Shu bilan do'stlar, xo'p, bu videomizda bosh og'rig'iga sabab bo'luvchi boshqa bir turli xil patologiyalar, infeksiyalar, intoksikatsiyalar, metabolik buzilishlar sababli kelib chiquvchi bosh og'riqlari haqida gaplashdik.
Endi keyingi videolarimizda bosh og'rig'i, ya'ni miyani o'zidan sodir bo'ladigan va hech qanday bir boshqa bir patologik yoki infeksion holatlarda kelib chiqmaydigan bosh og'riqlari, migren, klasterli bosh og'riqlari va yana bittasi zo'riqish bosh og'riqlari haqida gaplashamiz. Do'stlar, bizni Telegram va YouTube kanallarimizga ulanishni, obuna bo'lishni unutmang. Xato va kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz. Hammaga rahmat.